Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Pansada va Futbol Plus jamoalari o'rtasidagi o'yin boshlandi. Bu o'yinni juda ko'p muxlislar kutayotgandi. Albatta shiddatli, chiroyli o'yin bo'lishini kutib qolamiz. Pansada hujumga o'tmoqda. Pas, zarba, lekin biroz noaniq harakat qildi. 17-raqamli Pansada o'yinchisi. Ikkala jamoa a'zolariga ham omad tilab qolamiz. Chiroyli futbol va chiroyli gollar kutib qolamiz. Pansada o'yinchisi hozir. To'p nazorati Pansadada. Qani gol ko'ramizmi? 8-raqam egasidan biroz noaniq harakat, lekin to'p saqlab qoldi bu yerda. Zarba darvoza ustuniga tegib qaytdi to'p. Futbol Plus jamoasi ham o'ziga yarasha chiroyli o'yinlari bilan o'ynaydi, chiroyli paslar bilan o'ynashadi. Ikkala jamoa a'zolariga ham omad tilab qolamiz albatta. Pas, lekin ozgina aniqlik yetishmadi. To'p yana o'sha siz bilgan, siz tanigan o'zbek futbolida o'z o'rnini topgan Otabek Valijonovda edi. Raqamda to'p surmoqda Pansada jamoasida. Bu o'yinchi Futbol Plus foydasiga out. Qarshi hujumga o'tamizmi? Yo'q, mayda paslar bilan o'ynashga harakat qildi bu yerda. Chiroyli pas. Futbol Plus jamoasida ham ajoyib harakatlar, lekin darvozabon o'z o'rnida. O'yin rosa tez boshlanib ketdi va juda tez o'tmoqda, shiddatli o'tmoqda. Muxlislarga albatta bu yoqmoqda hozirgi paytda. To'p Pansadada mayda paslar bilan o'ynamoqda, lekin 10-raqam xatoga yo'l qo'ydi bu yerda Pansada o'yinchisi. Futbol Plus orqadan hujum boshlashga qaror qildi. Mayda paslar bilan o'ynayapti ular ham. Havodan ajoyib uzatma, chiroyli aldab o'tdi, zarba, lekin ozgina noaniq bo'ldi Futbol Plus o'yinchisidan. Pansada yana hujumga tayyorlanmoqda bu yerda. Qani ko'ramiz, zarba, lekin o'z jamoadoshiga tegib to'p tark etdi maydonni. Pansada hujumga o'tmoqda yana zarba, lekin himoyachi o'z o'rnida Futbol Plusda. Yana o'sha 8-raqam a'zosi Pansadada hujum boshlab bermoqda bu yerda. Qani pas ko'ramizmi? Pas ko'rdik, lekin himoyachi o'z o'rnida chiroyli harakat qildi. Mayda paslar bilan o'ynashga harakat qildi. To'pni saqlab qola oladimi? Yo'q, saqlab qola olmadi maydonda Futbol Plus o'yinchisi. Zarba ko'ramizmi? Zarbaga tayyorgarlik ketmoqda. Zarba, lekin anchagina noaniq Pansada o'yinchisidan. Darvozabon Futbol Plusda o'z o'rnida harakat qilmoqda. Chiroyli, shiddatli o'yin guvohiga aylanmoqda hozir. Ko'ryapmiz aziz muxlislar. Ikkala jamoa a'zolari ham bir-birlariga juda mos raqibda. Kalik banda emas. Bilmayman. Pansada qarshi hujumga o'tmoqda hozir bu yerda. Pas ko'ramizmi? 3 o'yinchini aldab o'tdi. 8-raqam zarba, lekin biroz noaniq. Qarshi hujum Futbol Plusda yo'q, 10-raqam to'xtatdi. Qarshi hujumni o'zi hujumga qo'shilib ketdi bu yerda. Zarba ko'ramizmi yana? Yo'q. Himoyachi o'z o'rnida Futbol Plus jamoasida. Mayda paslar bilan o'ynashmoqda Pansada vakillari. Zarba ozgina noaniq.
Yana bir narsani eslatib o'tishim kerak, aziz futbol muxlislari, Futbol Plus jamoasida ham o'zini davrining eng chiroyli o'yinchilaridan biri Iskandar aka to'p surmoqda. Barcha chustliklar bu o'yinchini yaxshi taniydi. Himoyachi hozir bu yerda biroz qaltis harakat qildi Futbol Plusda. Mayda paslar bilan yana pansada raqib o'ziga tortmoqda bu yerda. Raqamga to'p uzatdi. Chiroyli pas uzatma. 10-raqamdan yana chiroyli pas, lekin o'tmadi. Futbol Plus jamoasi 19-raqamda o'ynayotgan himoyachi juda faol xatti-harakatlari bilan yodimizda qolyapti hozircha. Umid qilib qolamiz albatta xato qilmaslikka. Chiroyli avlab o'tdi bu yerda. Zarba! Hisob ochildi aziz muxlislar. O'sha men aytib o'tgan Iskandar aka 4-raqamda, 8-raqamdagi o'yinchi xatosidan unumli foydalandi. Hisob ochildi. Futbol Plus oldinda zarba, lekin noaniq. 1-0. Qani ko'ramiz bu golga tariqan Pansada jamoasi a'zolari qanaqa javob berishar ekan. Chiroyli pas Futbol Plus o'yinchisidan, lekin xatoga yo'l qo'yishdi. Futbol Plus himoyasi hozir yaxshi ishlayapti bu yerda, tan olish kerak. Har bitta kelgan to'pni qaytarishyapti, lekin bu yerda 11-raqam xatoga yo'l qo'ydi. Pansada foydasiga out. To'p Pansada o'yinchilarda hozir pas ko'ramizmi? Albatta ko'ramiz. Bu yerda iloji yo'q edi zarba berishi. Umuman imkoniyat cheklangan edi bu yerda zarbaga. 5-raqamdan qani ko'ramiz. Chiroyli uzatma. Yana o'ziga qaytarishda chiroyli fintlar bilan o'ynashgandi, lekin bu yerda himoya yaxshi harakat qildi. Zarba 10-raqamdan, lekin noaniq. Jazolanishi mumkin Pansada. Zarba ozgina noaniq. Gol urish kerak. Pansada o'yinchilardan gol kutib qolamiz albatta. Urishmasa, lekin jazolashlari mumkin. Hozirgi holatga o'xshaganda qilib. Chiroyli uzatdi bu yerda 8-raqam o'yinchisi. Zarba, lekin to'xtab qoldi negadir Pansada o'yinchisi. Himoyachilar tortmoqda hozirgi vaziyatda. Pansada o'yinchisi qani ko'ramiz. Bu hujum o'z samarasini beradimi yoki yo'q? Futbol Plus qarshi hujumga chiqib ketadimi? Chiqib ketganday bo'lgandi, lekin 8-raqam o'z xatosini yuvdi. Zarba ko'ramizmi? Yo'q, aldamchi harakatlar. Zarba himoyachi o'z o'rnida bu yerda xatoga yo'l qo'ydi. 11-raqamdan ko'ramizmi? Chiroyli aldab o'tdi. Lekin Pansada hujumchisi faol harakat qildi bu yerda qarshi hujum. Himoyachi yana o'sha men aytib o'tgan himoyachi o'z o'rnida. Chiroyli pas bilan chiqib ketmoqda. Pansada hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda hozir bu yerda. Himoyachi yana chiroyli o'ynadi bu yerda. Darvozabon o'z o'rnida. Qarshi hujum. Pansada vakillaridan zarba. Futbol Plus foydasiga burchak to'pi. Qani ko'ramiz. Zarba ko'ramizmi himoyachidan yoki pas ko'ramizmi? Chiroyli pas uzatma. Darvozabon xatoga yo'l qo'ydi bu yerda. Lekin himoyachilar chiroyli harakat qilishsa 8-raqamda to'p hozir ko'ramiz. Vaziyatdan qanday foydalana oladi? Futbol Plus himoyachisi o'z o'rnida yana. Out Pansada foydasiga.
O'ninchi raqam. To'pni yana 8-raqamga uzatib zarba ko'ramizmi? Himoyachi qo'ymayapti bu yerda Pansada o'yinchilarni. Pressing qo'llamoqda bu yerda. O'yin rosa shiddatli o'tmoqda. Zarba. Hujumchi bir-birini yaxshi tushmadi. 19-raqam. O'sha men aytib o'tgan ajoyib himoyachi chiroyli o'ynamoqda bu yerda. Jamoadoshi sal qoldi xatoga yo'l qo'yishiga. Qani ko'ramiz, o'tib keta oladimi? O'tib ketdi bu yerda Futbol Plus o'yinchisi. O'yin qoidasi buzildi deb topmoqda hakam bu yerda hozir Pansada vakillari tomonidan. Standart vaziyat. Hozir bu yerda Futbol Plus jamoasi a'zolarida 7-raqamli o'yinchi. Qani ko'ramiz, chiroyli zarba va chiroyli gol yoki chiroyli pas va chiroyli gol yoki xato. Zarba o'sha 19-raqamdagi himoyachidan, lekin bir oz noaniq. To'p 8-raqam a'zosida hozir ko'ramiz qanday harakat qila olar ekan bu yerda Pansada vakillari, lekin Pansada vakillari hujum ko'p uyushtirishmoqda bu yerda, lekin unumli foydalana olmayapti hujumchilar bu vaziyatda. 8-raqam o'yinchisi chiroyli paslar bilan ta'minlab berayotgan bir vaqtda hujumchilar bu vaziyatdan foydalana olmayapti. Futbol Plus jamoasi esa qarshi hujumdan unumli foydalanyapti bu yerda. Albatta har ikkala jamoa a'zolari ham chiroyli taktik qo'llab o'ynashmoqda. Qani ko'ramiz. Foul. O'yin qoidasi buzildi. Futbol Plus jamoasi a'zolari tomonidan to'p oldi. O'sha siz bilgan, siz tanigan O'zbekiston terma jamoasida to'p surgan Otabek Valijonov va Navbahor klubi o'yinchisi bo'lgan bir vaqtlar o'z davrini yaxshi o'yinchilardan. Zarba! Darvozabon o'z o'rnida. Zarba ham chiroyli bo'ldi va darvozabon xatti-harakatlari ham. Qani ko'ramiz. Yana hujumga tayyorlanmoqda bu yerda. Xato 8-raqamda. To'p Futbol Plus jamoasi a'zosidan tark etdi. Chiroyli paslar bilan o'ynadi bu yerda 8-raqam. Pansada vakillari birinchi daqiqa, birinchi taym 14-daqiqasi o'tib bormoqda bu yerda. Gol urishlari kerak. Zarba, lekin aniqlik yetishmadi bu yerda 10-raqamga. O'zgarish Futbol Plus jamoasi a'zolari 3-raqamdagi o'yinchi maydonni tark etdi. Zarba! Chiroyli zarbaga chiroyli seyf bilan javob berdi bu yerda darvozabonga ham qolmasdan ilojimiz yo'q. Qarshi hujumga o'tib ketadimi Futbol Plus jamoasi a'zolari? Chiroyli pas, lekin o'tmay qoldi bu yerda. Pansada yana hujumga o'tmoqda. 10-raqam. Sariq kartochka 7-raqam o'yinchisiga Futbol Plusda qo'pol harakatlari uchun yana zarba ko'ramiz shekilli. 8-raqam o'yinchisidan Pansadan. Qani ko'ramiz. Pas yoki zarba? Pas. Qarshi hujumga o'tib ketmoqda bu yerda. Bu yerda
Fransiyada jamoa sardori 8-raqamdagi o'yinchi o'z jamoadoshiga tanbeh bermoqda. Albatta, o'rinli bu tanbehlar, nimaiki vaziyatlardan foydalanish kerak. Aks holda jazolanishi mumkin o'zlari. Himoya chiroyli o'ynamoqda bu yerda hozir Futbol Plusda. Zarba anchagina noaniq. Fransiyada o'yinchidan 5-raqamdagi o'yinchidan. Chiroyli pas bilan o'ynadi bu yerda, lekin himoyachi o'z o'rnida. Qarshi hujumga Fransiyada o'tmoqda hozir bu yerda. Biroz noaniq. Zaxiradagi o'yinchiga sariq kartochka ko'rsatilmoqda bu yerda. Fransiyada o'yinchisiga o'yinga qaytamiz. O'yin juda shiddatli o'tmoqda, lekin xatoga yo'l qo'ydi. 5-raqam a'zosi. Zarba o'z xatosini yuvdi. Burchak to'pi Fransiyada foydasiga. Qani ko'ramiz vaziyatdan qanaqa foydalana olarkan. Zarba yana bir burchak to'pi. Himoyachilar unumli foydalanmoqda bu yerda. Chiroyli harakatlar Fransiyada o'yinchilardan qani ko'ramiz. 5-raqamga uzatma bo'ldi bu yerda. Yo'q, zarbaga yo'l qo'yishayotgani yo'q, xatoga yo'l qo'ydi yana. Yana o'sha tinchmagan 9-raqam chiroyli pas, vaziyatdan foydalana olarmikan? Oddiygina zarba yo'llab qo'ydi bu yerda hozir Futbol Plus jamoasi a'zosi, lekin vaziyatdan foydalanish kerak albatta. Chiroyli pas, lekin bir oz Fransiyada hujumchisi 5-raqamdagi o'yinchi jamoadoshini tushunmadi bu yerda. Chiroyli uzatma 4-raqamdan, lekin o'tmadi. Zarba! Nihoyat o'sha siz kutgan gol kiritildi. Fransiyada jamoasi a'zosidan 10-raqam o'yinchidan. Hisob 1-1. Chiroyli zarba yo'lladi lekin. To'p maydon tark etdi. Biroz noaniq zarba. Raqam yana hujumni boshlab bermoqda bu yerda. Endi ozgina temp tushadiganga o'xshayapti bu yerda. Fransiyada vakillari hisobni tenglashtirgandan keyin ikkita futbolchilar to'qnashuvini ko'rdik hozir bu yerda. Ikkala o'yinchi ham juda chiroyli harakat qildi bu yerda. O'yin davom etmoqda. Pas. Zarba ko'ramizmi? Burchak to'pi. Futbol Plus foydasiga. Out Futbol Plus foydasiga. Out Fransiyada foydasiga hozir bu yerda. 10-raqamda hozir bu yerda. Himoyachi o'z o'rnida harakat qildi bu yerda. Fransiyada vakillari zarba ko'ramizmi? Yo'q, zarba ko'rmadik. Jamoa sardori hozir bu yerda to'p so'radi undan. Mayda paslar bilan o'ynash xohlamoqda hozir. Zarba. Futbol Plus a'zolari biroz harakat qilmoqda hozir bu yerda.
Zarba darvozabondan chiroyli seyf ko'rdik. Buchak to'pi hozir bu yerda Fransiyada vakillar foydasiga. Zarba muhladi qo'ydi. Shuning bilan shu goldan keyin birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Aziz muxlislar, hisob 2-1 Fransiyada jamoasi oldinda. Aziz futbol ishqibozlari, o'yin boshlandi. Ikkinchi bo'lim hisob 2-1 Fransiyada va Futbol Plus jamoalari o'rtasidagi o'yin. Fransiyada jamoasi oldinda 2-1 hisobida. Birinchi bo'limga to'xtaladigan bo'lsaylik, juda chiroyli, shiddatli o'yin ko'rdik ikkala jamoa a'zolaridan. Qani Futbol Plus jamoasi javob berarmikin bu yerda? Pas bilan o'ynamoqda. 22-raqamga uzatildi to'p. Futbol Plus foydasiga, lekin bu yerda biroz bir-birlarini noto'g'ri tushunishdi. Qarshi hujumda Fransiyada o'yinchilari chiroyli zarba ko'rgandik, lekin darvoza orqasidan to'p tekkani aytildi bu yerda. Buchak to'pi Futbol Plus foydasiga. Zarba va gol bu yerda. Futbol Plus jamoasi hisobni tenglashtirdi bu yerda. Hisob 2-2. O'yin yana qiziydi, aziz muxlislar. Qarshi hujumda dubl qayd etmoqda 10-raqam o'yinchisi. O'yin yonmoqda, aziz muxlislar. Ikkinchi bo'lim juda shiddatli boshlanib ketdi bu yerda. Hisob 3-2 ko'rinishiga keldi. 2 daqiqa ichida. Zarba! 8-raqam to'pni yuzi bilan qaytardi bu yerda. Chiroyli pas, zarba! O'sha Ronaldinho usulida Futbol Plus jamoasi a'zosi 22-raqamda o'ynaydigan o'yinchi chiroyli gol urdi. Hisob tenglashdi. Futbol Plus foydasiga bu yerda to'p. Zarba ko'ramizmi, yo'qmi? Chiroyli pas. Zarba, lekin biroz oldi. Qarshi hujumga o'tib keta olmadi bu yerda Fransiyada vakillari. Hujumga o'tishga harakat qilmoqda 8-raqam. Himoyada faul. Himoyachi hozir bu yerda e'tiroz bildirmoqda hozir bu yerda himoyachi. Jarima zarbasi bu yerda hozir 8-raqam o'yinchisi harakat qilarmi? Qani ko'ramiz. Yana chiroyli zarba ko'ramizmi yo yo'q? 8-raqam o'yinchisidan Fransiyada vakilidan deb tan olmoqda bu yerda hakam. Albatta hakamga hech kim o'z
e'tirozini bildira olmadi. Qani ko'ramiz. Yana pas. Chiroyli paslar bilan o'ynamoqda bu yerda hozir Futbol Plus jamoasi a'zolari. Hisob o'zgardi. 4-3. Birozgina harakat bu yerda. Fransiyada vakillari chiroyli pas uzatganda harakat qila olmadi. 10-raqam zarba, lekin birozgina pas, lekin noaniq Futbol Plus jamoasi a'zosidan. Himoyachi bu yerda aniq harakat qilib to'pni qaytardi. 22-raqamda o'ynaydigan Futbol Plus o'yinchisi. To'p Fransiyada vakillarda hozir bu yerda. Chiroyli pas, lekin biroz tushunmadi jamoadoshini. Hujumga tayyorgarlik bu yerda. Qarshi hujum. 8-raqam o'yinchisidan, lekin bu yerda himoyachilar aniq harakat qilib hujumni to'xtatib qolishdi. Chiroyli pas. Hat-trick, aziz muxlislar, 10-raqam. Fransiyada jamoasi a'zosi hat-trick. Chiroyli o'yin bo'lmoqda aziz muxlislar. Hozir gollarga boy o'yin bo'lmoqda. Hisob 5-3 ko'rinishga keldi bu yerda. Zarba. Out, Fransiyada foydasiga bu yerda. Hujumga tayyorgarlik, chiroyli tarzda aldab o'tdi, lekin biroz noaniq harakat qildi. Qani ko'ramiz, 22-raqam o'yinchisi Futbol Plusda xatoga yo'l qo'ydi. Qarshi hujum. Pas. Qarshi hujum. Futbol Plus jamoasi a'zolaridan hozir bo'ldi. Zarba, darvozabon o'z o'rnida. Tortmoqda Fransiyada o'yinchilari hozir Futbol Plus himoyachilarini o'ziga. Lekin biroz noaniq harakat qildi. Pas, zarba. Chiroyli pas, zarba va gol. Hisob 6-3 ko'rinishga kelmoqda. Fransiyada o'yinchisidan chiroyli akrobatik uslub. Albatta bu uslubga hali men oxirida nom berib o'taman. Qani ko'ramiz, 4-raqamdan zarba ko'ramizmi, yo'qmi? Zarba! Mixladi-yu qo'ydi o'sha siz bilgan, o'sha siz tanigan 4-raqamdagi o'yinchi. Turnirning eng chiroyli gollaridan desam adashmayman. Qani bunga javoban yo'q. Hisob 6-tur ko'rinishga keldi.
Ajoyib gol bo'ldi hozir bu yerda. Itlarim jimirlab ketdi aziz muxlislar. Foul. 8-raqam o'yinchisidan. 4-raqam yana o'sha to'p oldida. Zarba ko'ramizmi? 4-raqamdan. Yana zarba, lekin himoyachi to'pga qarshilik ko'rsatib chiqdi bu yerda. Yana zarba, darvozabon o'z o'rnida. Qarshi hujumga bu yerda o'tib ketdi. Glovoy pasada foydasi. Zarba darvozabon o'zida bu yerda futbol plusda darvozabon o'zgaribdi aziz muxlislar. Himoyachi chiroyli harakat qildi bu yerda. O'yin davom etmoqda bu yerda. Ikkala o'yinchi to'pga o'ynadi deb hakam tasdiqlamoqda. O'yin davom etmoqda aziz muxlislar. Shiddatli o'tmoqda bu yerda o'yin. Qarshi hujumga o'tmoqda bu yerda futbol plus o'yinchilari mayda paslar bilan o'ynamoqda. Lekin bu yerda biroz noaniq harakat futbol plus o'yinchilaridan. Mayda paslar bilan o'ynamoqda Pansada vakillari bu yerda. Qanaqa qarshi hujum, qanaqa samara berar ekan ko'ramiz. Yana o'sha tinchmagan 10-raqam aldamoqda barcha o'yinchilar. O'yin davom etmoqda. 8-raqam qarshilik ko'rsatib berdi. 6-raqam pas 19-raqamdagi himoyachiga mayda paslar bilan o'ynamoqda. Yana pas. Zarba, lekin noaniq. Uchoq to'pi. Plus foydasiga. Joyida bartaraf etdi. To'p 4-raqam a'zosi olib qo'ydi 8-raqamda. Zarba, lekin noaniq. Zarba ko'ramizmi? Zarba! Va chiroyli yana bir 4-raqam o'yinchisidan gol ko'rdik. Futbol plus o'yinchidan hisob qisqarmoqda. 6-5 ko'rinishga kelmoqda o'yinni 15-daqiqasi boshlandi aziz muxlislar.
O'yin juda shiddatli o'tyapti aziz muxlislar. Darvozabon o'z o'rnida. Himoyachi hozir bu yerda mayda pas bilan o'ynashga harakat qilmoqda. Zarba ko'ramizmi? Qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. O'tib ketdi, 4-raqam pas beradimi? Hujumda faul. To'rtinchi raqam yana o'sha pushka zarbasini ko'ramizmi yoki chiroyli uzatma. Futbol plus hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ladimi yoki yo'q? Qani ko'ramiz. Zarba! Ko'nglim sezdi, men sizlarga aytdim aziz muxlislar, o'sha 4-raqam poker sohibiga aylanmoqda bugun. 4 ta chiroyli gollar bilan Chust A seriyasi 3-turni siylamoqda. Yosh tajriba o'z so'zini aytmoqda bu yerda aziz muxlislar. O'yin yonmoqda, hisob tenglashdi, 6-6 ko'rinishga keldi. Pas, lekin himoyachi out futbol plus foydasiga. Xatoga yo'l qo'ydi bu yerda. Pansada vakillari ham bu yerda xatoga yo'l qo'yishdi. Zarba ko'ramizmi? Chiroyli pas. Himoyachi o'z o'rnida. Liniya bu yerda. Biroz bu yerda o'yinchilar bir-birini tushunishmadi. Ikkala jamoa a'zolari ham. Hujumga o'tmoqda Pansada vakillari bu yerda hozir. Qani ko'ramiz. Zarba ko'ramizmi? Zarba yo'q, muaniq. Bu yerda chiroyli paslar bilan o'ynamoqda. Zarba noaniq 8-raqamdan. O'yin yonmoqda. Futbol muxlislari albatta chiroyli o'yin guvohiga aylanishmoqda bu yerda aziz muxlislar. Qani ko'ramiz, qanaqa harakat qilishar ekan. Himoyachi chiroyli o'ynadi bu yerda. Pansada vakili. Out. Pansada foydasiga. Chiroyli pas bu yerda. Zarba, darvozabon o'z o'rnida chiroyli harakat qildi. 8-raqamga javoban. Burchak to'pi Pansada foydasiga. Out Pansada foydasiga. O'yin ancha temp tushdi bu yerda. Ikkala jamoa a'zolari ham temp tushirishdi. Himoyachi aniq harakat qilmoqda bu yerda. Qarshi hujumga o'tib keta olarmikin bu yerda Futbol plus. Biroz aniq harakat qildi.
Zarba 6-raqam o'z qarshiligini bildirmoqda bu yerda 8-raqamda Pansada o'yinchisiga. Zarba lekin noaniq. Qani ko'ramiz bu yerda Pansada vakili qanaqa harakat qilar ekan. To'rtinchi raqam. O'yin o'z nihoyasiga yetdi aziz muxlislar. Pansada va Futbol Plus jamoalari o'rtasidagi o'yinimiz. Ikkala jamoada ham chiroyli gollar va chiroyli vaziyatlar guvohiga aylandik va ikkala jamoaga ham omad tilab qolamiz.